Zaключение ushlab turibsiz. Nima edi muammoingiz? Shularni gapirib berasizmi? Assalomu alaykum. Men 2024-yil birinchi o'g'limni tuqqanimda menda grija bo'lgan. 3 ta grija, 6 to'r 2 mm belimda grijam bo'lgan. O'sha stelkani kiydim, onajonim tavsiya qildi. O'sha stelkani kiydim. Где-то ko'p yurmadim. 2 oy stelkani kiyib, tinmasdan uxlaganimda ham kiyib yotdim. Yurganimda ham qayerga borsam shu stelkani kiyib yurdim. 2 oy ichida mana shu belimdagi og'riq umuman yo'qoldi. Hozir 2026 ikkinchi o'g'limni ham tug'ib oldim. Hozir umuman grijam bezovta qilmadi. Mana hammasi yozilgan 6 to'r 2 mm grijalarim. Xudoga shukr, mana shu stelka orqali men bemalol hozir yura olaman. Bemalol og'irlansa ham ko'tara olaman. Shu stelka tufayli men hozir og'riqdan xalos bo'ldim. Sizlarga katta rahmat. Juda ham zo'r natija. Endi siz shu natijalaringizni insonlarga aytyapsizmi, yaqindagi atroflaringizdagi yaqin insonlaringizga? Ha, aytvaman. Nafaqat bu stelka, boshqa mahsulotlarimiz ham bor ekan. Men o'zimni qaynonamga oldim, qaynsinglarimga oldim. Yana boshqa o'zim o'g'illarimga ishlataman linji, yana boshqa aktivator kletka, har bir shamollaganda tomoqlariga, o'kpalariga mana shu aktivator qilaman. Biz bu mahsulotni hammamiz oilaviy ishlatamiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman.